Yetimlikning qattiq noni. So'nggi qism. Muallif Go'zal Omonova. Assalomu alaykum. 2 yoshning baxtini ko'raman deb shu yerga yig'ilgan mehmonlar. Sizlarga shuni aytishim kerakki, sizlarning orzu-umidlar bilan kelin qilmoqchi bo'lgan qiz aslida mening xotinim. To'g'ri, na qonuniy, na shar'iy nikohimiz yo'q, lekin bunga hojat ham qolmagan. Biz allaqachon er-xotinlik maqomiga erishganmiz. Hamma voqealar bir zumda sodir bo'ldi. Tog'amning o'g'li yugurib borib yigitga musht tushirdi. Butun to'yxonadagilar oyoqqa turdi. Kuyov bola opamga tarsak tushirdi. Tog'am hushlaridan ketib yiqildilar. Tez yordamni chaqirdik. Tog'am shifoxonaga olib ketishdi. Jonlantirish bo'limi shifokorlar shoshilib qoldi. Nima bo'ldi ekan? Nega bunchalik besaranjom bo'lib qoldi shifokorlar? Dadam yaxshimikinlar? Dedi akam. Shu payt ichkaridan bir hamshira chiqib qoldi. Hammamiz uning yoniga borib savolga tutdik. Qizim, nima bo'ldi? Xo'jayinim yaxshimilar? Nega hamma doktorlar yugurib qoldi? Xo'jayiningiz komaga tushib qoldilar, xola. Miyaga qon quyilibdi. Bor umidimiz Allohdan. Ya Alloh, endi nima qilaman? Nahot suyangan tog'imdan ajralib qolsam? Shu ko'rguliklar ham bormidi boshimda? Qaysi qilgan gunohim uchun meni bunday jazolayapsan? Birozdan so'ng doktorlar chiqishdi. Doktor, dadamning ahvollari yaxshimi? Dadangiz insult o'tkazganlar. Boshlariga qon quyilgan. Hozir komadalar. Biz qo'limizdan kelgan barcha harakatlarni qildik. Endi bu yog'i Allohdan. Hamma narsaga tayyor turinglar, uka. Akam jahl bilan shifoxonadan chiqib ketdilar. Kelinoyim va xolalarim chinqirib yig'lashdi. Men shok holatida edim. Na ko'zimdan bir tomchi yosh oqadi, na bir og'iz so'z ayta olaman. Akam uyga borib opamni rosa kaltaklabdi. Opamning hamma joyi momataloq bo'lib ketibdi. Kelinoyim, ya'ni akamning xotini, opamning akamning qo'lidan so'rg'a ajratib olibdi. Ertasi kuni kuyovning qarindoshlari janjallashib kelishdi. Birovlardan qolgan sarqitlaringni bizga o'tkazmoqchimidinglar? Hamma qilgan xarajatlarimizni qoplab berasizlar. Yuborgan sarpo, mebel, pardalaringni ham qaytib bermaymiz. Agar 3 kun ichida xarajatlarni qoplab bermasangiz, sizlarni sudga beramiz, deyishdi. Kelinoyimning qon bosimlari ko'tarilib ketdi. Akam opamning sochidan sudrab uydan chiqardi. Menga kerak emas sendaqa singil. Kim bilan topishib bizni sharmanda qilgan bo'lsang, o'shaning oldiga bor. Agar yana uyga qaytib keladigan bo'lsang, uydan yo sening yoki mening tobutim chiqadi. Opamning sochidan sudrab ko'chaga chiqarib darvozani qulflab qo'ydi. Qaysi biringiz Sabrinani uyga kiritsangiz, mendan yaxshilik kutmang, dedi akam. Tog'am hali ham komada, biror o'zgarish yo'q. Uyda xolalarim va kelinoyim maslahatlashishyapti. Erimga kuyaymi, qizimga kuyaymi, opa? Endi nima qilamiz? To'yga deb bor budimizni sarflagandik. Sarpo, mebel, gilam hech narsani qaytarishmadi. Buning ustiga yana pul talab qilishyapti. Shuncha pulni qayerdan topib beramiz endi? Ko'p ham siqilmang. Mol-mulk topiladi. Jonga jabr bo'lmasin. Uyda sotishga yaragulik nima bo'lsa sotamiz. Biz ham qarab turmaymiz. Qo'limizdan kelgancha qarashamiz, dedi xolalarim. Uydagi bor qora mol, gilam, televizor va sotishga arzigulik hamma narsani sotdik. Qarindoshlar ham qo'lidan kelgancha yordamlashishdi. Baribir kerakli summa yig'ilmadi. Akam o'rtog'ining tanishidan foizga qarz oldi. Sabrina opam o'sha qimorboz yigitning oldiga yalinib boribdi. Lekin yigit uni qabul qilmabdi. Hozir qaysidir bir dugonasinikida turgan ekan. Baxmal to'qish zavodiga ishga kiribdi. Tog'am ko'zlarini ochdilar, lekin qo'l-oyoqlari ishlamay, tildan qolganlar. Akam foizga olgan pullar kundan kunga o'sib boryapti. Oxirgi ilojsiz qoldilar va bobom menga meros qilib qoldirgan yerni sotib, chet elga ishlashga ketdilar.
Tog'amni uyga olib keldik. O'z-o'zidan gapirishga harakat qilyaptilar. Qo'llari ham asta-sekin harakatga kelib qoldi. Akam chet elga ketganidan so'ng Sabrina opam uyga qaytib keldilar. Kelinoyim, ya'ni akamning xotini o'g'il farzandli bo'ldi. Hayotimizga yorug'lik, nur olib kelsin deya ismini Muhammad Nur deb qo'ydilar tog'amning xotini. Bo'sh vaqtim bo'ldi deguncha Muhammad Nurni o'ynatar, uning beg'ubor harakatlarini ko'rib, bari tashvishlarim bir zumda tarqab ketardi. Go'yo Muhammad Nurga qarab, o'z bolaligimni xotirlar, onam bilan o'tgan damlarimni qumsab, ko'zlarim namlanardi. Muhammad Nur 1 yoshga to'lishiga yaqin akam chet eldan qaytib keldilar. Ammo hali ham qarzlardan to'liq qutulmagandik. Akam va xotini tug'ilgan kun dasturxoni uchun masalliqlar olib kelgani bozorga ketdilar. Uyda faqat men va Muhammad Nur qoldik. Ayni tush payti havo dim, biroz ko'zim uyquga ketib qolibdi. Bir payt Muhammad Nurning chinqirab yig'lagan ovozi eshitildi. Xonadan chiqaman deb eshik oldiga borgan va eshik romiga qo'li qisilib qolgan ekan. Ayni shu payt akam va kelinoyim bozordan qaytishdi. Kelinoyim vajohat bilan ustimga bostirib kelib, nima bo'lganini ham so'ramay sochimdan changallab sudrab, yuzimga tarsak tushirdi. Akam meni zo'rg'a xotinining qo'lidan qutqarib oldi. Endi yagona ovunchog'im Muhammad Nurni ham menga yaqinini yo'latmay qo'ydilar. Sabina opam yaxshi pul topa boshladi. Yana o'sha qimorboz yigit bilan aloqalari tiklandi. Va bir kuni u yigit uyimizga kelib, tog'amga opamga uylanishini aytdi. Nima ham derdim. Bir marta xalqqa osh berib uzatayotgandik. Lekin endi boshqa to'y qilishga qurbimiz yetmaydi. O'sha to'yning qarzlaridan haligacha qutulmabmiz, dedilar tog'am. Bizga dabdabali to'y kerak emas. Kichik marosim qilib o'tkazsak bo'ldi. Meni ham to'yga pulim yo'q, dedi yigit. 2 kundan so'ng yigit tomonidan 2 ayol va 2 erkak kelib kichik nikoh marosimi o'tkazishdi. Bir kuni uyimizga sovchilar keldi. Kollejda dars beradigan domlamdan. Tog'amning mendan yoshi katta turmushga chiqmagan qizlari bor. Opamdan oldin menga sovchi kelgani uchun tog'amning xotinlarini juda jahli chiqdi. Buningiz o'qishga boryapti desam, o'ziga er topgani boryapti ekan. Yosh boshiga tag'in opasidan oldin turmushga chiqmoqchi bu. Ming qilsa ham nasliga tortar ekan-da, dedilar tog'amga kelinoyim. Mening va onamning sha'niga aytilgan so'z tog'amning nafsoniyatlariga tegdi. Nimalar deb valdirayapsan sen ahmoq xotin? O'ylab gapiryapsanmi? Sovchi kelsa Munisada nima ayb? Qizing o'quvsiz bo'lgandan keyin birov so'rab kelarmidi? Qachon qarama ko'chada. Munisa aqlli qiz ekanligini hamma biladi-da. Ha, faqat meni qizim sizga begona. Ko'chadan orttirib kelibmanmi men uni? Sizning ko'zingizga Munisadan boshqasi ko'rinmaydi o'zi. Shu sovchilar keldi-yu, boshim balodan chiqmay qoldi. Dam kelinoyim, dam opam biror bahona topib meni turtkilaydigan bo'lishdi. Tog'am uyda yo'q vaqtlarda biror bir bahona bilan jismoniy jarohat yetkazishdi ham. Kollejga ham bormay qo'ydim. Bir kuni kuratorim o'qishga chaqirtirdi va borishga majbur bo'ldim. Kollej binosiga endi kirayotgandim, menga sovchi jo'natgan domlam chiqib qoldi oldimdan. Salom berib o'tib ketayotgandim, ammo ortimdan chaqirib qoldi. Munisa, shoshmang. Nega mendan o'zingizni olib qochyapsiz? Mening niyatim jiddiy. Nega sovchilarga rad javobini berdingiz? Iltimos, qayta sovchi jo'natmang. Men hali yoshman. Buning ustiga sizga to'g'ri kelmayman. Men yetimchaman. Ko'zlarimdan oqayotgan yoshni to'xtatish uchun osmonga qarab turdim. Ammo foydasi bo'lmadi. Sotqin ko'z yoshlarim unsiz oqdi. Nega unday deysiz? Men sizni kimligingizni, qanday qiz ekanligingizni juda yaxshi bilaman. Shuning uchun ham sizga sovchi jo'natdim. Iltimos, meni tinch qo'ying. Boshqa bezovta qilmang. Uyga qaytsam kelinoyimning a'zoyi buzuq. Ha, ko'rishib keldingmi yigiting bilan? Yana nechtasiga va'da bergansan? Opangdan avval turmushga chiqib bizni sharmanda qilmoqchimisan?
Yana xo'rlash, yana jismoniy jarohat. Tog'am kelib qoldilar. Kelinoyimning qilmishlarini ko'rib g'azablari qaynadi. Sen kimni uryapsan? Singlim menga yodgorlik qilib qoldirgan omonatini xo'rlayapsanmi? Sen mazlumning ko'z yoshidan qo'rqmaysanmi? Qachon bu darajada vahshiylashib ketding? Buningiz o'ynashi bilan ko'rishib kelyapti. Bizni sharmanda qilmoqchi bu. Opasidan avval turmushga chiqsa odamlar nima deydi? Qizingiz sovchi kelmasa, Munisadan nima gunoh? Gunohi? Bizning tinchimizni buzgani, hayotimizga kirib kelgani, singlingiz sizga omonat qoldirgani. Avval mehr bergandim, hozir esa ko'rganim sayi asabim buziladi. Seni shayton boshqaryapti. Tavba qil. Alloh gunohlaringni kechirsin. Agar yana bir bor Munisaga qo'l ko'targaning yoki xafa qilganingni ko'rsam, xafa qilaman. Men yana kollejga qatnay boshladim. Menga sovchi yuborgan domlam har kuni oldimdan chiqib holi jonimga qo'ymay, qayta bezovta qilaverdi. Va bir kuni tog'am bir qarorga keldilar. Domlamdan va mahalladan kelayotgan sovchilarni keti uzilmaganidan so'ng, tog'am qo'shnimizga meni uzatadigan bo'ldilar. Yigit qo'shnimiz bo'lgani uchun uchrashib o'tirmadim. Tog'am menga yomonlikni ravo ko'rmaydilar. Indamay rozi bo'ldim. Yigitning ismi Abdulatif. Oilasida ozroq moddiy yetishmovchilik bo'lgani bahona bo'lib, kelinoyim meni kamsita boshladilar. Yorug' kunlar kelishini kutib, barcha haqoratlarga sabr qildim. Inshaalloh bir kuni Alloh sabrim uchun mukofot berishini, hayotim tubdan o'zgarishini umid qilardim. Abdulatif aka bilan deyarli ko'rishmasdik. Har zamonda ko'chada ko'rib qolsam ham salom alikdan narisiga o'tmasdik. Tog'am o'zimga kelinlik uchun kiyim olishimga pul berdilar. Opam va kelinoyim men bilan umuman gaplashmay qo'ygandilar. Shu sababli bozorga xolam bilan chiqdim. Hashamatdan yiroq bo'lgan, unchalik ham qimmat bo'lmagan liboslar oldim. O'qishim uchun bir ikkita sumka va 3 juft oyoq kiyim oldim. Bozorliklarni qilib uyga qaytdik. Kelinoyim opam va akamning xotini olgan narsalarini ko'rib, rosa ustimdan kulishdi. Xolamning jahllari chiqdi. Va achchiq haqiqatni kelinoyimga eslatdilar. Mol dunyo matosi kishiga baxt bera olmaydi. Allohga shukr. Munisa qizim o'z nomusi va rozi rizolik bilan turmushga chiqyapti. Ko'rdik, 2 yuk mashinada sarpo qilganlarni ham. Kelinoyimning ko'zlariga g'azab to'lib, xonadan chiqib ketdilar. Gap ayni kerakli joyga borib tekkandi. Kollejga borishga ham xijolatli bo'lib qoldim. Domlam har safar meni ko'rganlarida uzoq muddat qarab qolar, nigohini zo'rg'a boshqa tomonga qaratib, bosh chayqab qo'yardi. Bu esa menga yomon ta'sir qilardi. Domlamni juda hurmat qilaman, ammo u kishiga turmushga chiqa olmasdim. Tengi bilan. Sabina opam uyga arazlab keldilar. Ma'lum bo'lishicha pochcham qimorda boy bergan. Uyga mast holda kelib, opamni rosa kaltaklagan va opamning endi rivojlanib kelayotgan homilasi nobud bo'lgan ekan. Jigar baribir jigar ekanda, akam opamni kechirmagan bo'lsa-da, holatini ko'rib chidab tura olmadi. Uydan jahl bilan chiqib ketdi va yarim kechasi abgor holda uyga qaytib keldi. Akam opamnikiga borgan. Pochcha piyanista o'rtoqlari bilan ichkilik ichib o'tirgan ekan. Akam vajohat bilan borib pochchani ura ketgan. Pochchamning shirakayf o'rtoqlari bir bo'lib akamni rosa kaltaklashibdi. Uyda motamdan so'ng hukm suradigan jimjitlik kabi holat hukm suryapti. To'yga ham oz qoldi, lekin hech kimning ko'ngliga to'y sig'mayapti. Biz tomonda sud haqqi, karda puli degan urf-odat mavjud. Bo'lajak kelin oilasiga ma'lum miqdorda pul va to'y uchun masalliqlar olib kelinadi kuyov tomonidan. Kuyov tomonidan yoshi katta otaxonlar kelib, sud haqqi va karda puli necha so'm bo'lishini kelishib ketishdi. Ertasiga esa aytilgan masalliq va pulni olib kelishdi. Sochlarim to'pig'imga tegardi. Sabina opam bilan kelinlik kiyimlari saloniga bordik. Qoshimni terib qo'yishdi.
Sochimni ham kesmoqchi bo'lishdi. Men rozi bo'lmadim. Sabina opam meni aldab yaxshi gapirib rozi qilmoqchi bo'ldi. Rozi bo'lmaganimga biroz po'pisa ham qildi va axiri niyatiga yetdi. Uzun sochlarim bir pasda yelkam tengi kesildi. Zaksga ariza topshirish uchun Abdulatif aka bilan ko'rishadigan bo'ldik. Uzoqdan meni ko'rgan Abdulatif aka samimiy tabassum qildilar. Ammo oldilariga kelib borganimda yuzlaridagi tabassum o'rnini g'azab eganladi. Sochlaringizga nima qildingiz? Nega kesdingiz sochingizni? Opam shunga majbur qildi. Kes desa kesaverasizmi? Nega kesdingiz axir? Kimlarga o'xshab qoldingizmi, Unisa? Shu kuni u kishining qayta kulganlarini ko'rmadim. Yuzlaridan qanchalik azoblanganlari bilinib turardi. Men ham ko'nglim xijil bo'lib, zo'rg'a savollarga javob berdim. O'zboshimchalik qilib sochimni kesganim uchun Fotihani qaytarsalar, nima qilaman? Uyga qaytdim. Tunda umuman uxlay olmadim. Xayolimga turli o'ylar kelar. O'ylaganim sayin yuragimni qo'rquv egallab olardi. Abdulatif aka to'yni qaytarsalar kim degan odam bo'laman? Kelinoyim, opalarim avvalgidan ming chandon menga bosim o'tkazishadi. Tog'am qanday bosh ko'tarib yuradilar degan o'y tinchlik bermayapti. Bomdod namoziga uyg'ondim va duolarimda Allohdan panoh so'radim. Men o'ylaganimdek bo'lmadi. Abdulatif aka to'y uchun taklifnoma tanlagani chaqirdilar meni. Bahora zargarlik do'konidan ikkimiz uchun nikoh uzugi oldik. Uy uchun mebel, gilam pardalari ham birga tanladik. Aslida biz tomonda qiz tomon sarpoga olib boradi. Ammo Abdulatif akaning yigitlik g'ururlari bunga yo'l qo'ymadi. Barcha kerakli buyumlarni o'zlari xarid qildilar. To'yimiz ortiqcha dabdabalarsiz, shinamgina restoranda bo'lib o'tdi. Mening eng ko'p yuragimni ezgan holat men chiqib ketayotganimda tog'amning yelkalari silkinib yig'laganlari va menga bergan nasihatlari bo'ldi. Onangga seni baxtingni ko'rish nasib qilmadi. Sen shunchalar baxtli bo'lishing kerakki, onangning ruhi shod bo'lsin. Men ham o'z omonatimni yaxshi qo'llarga topshirganimni ko'rib, ko'nglim to'lsin. Bilaman, sen juda sabrli qizsan. Kelinoylaring va opalaringni senga qilgan yomonliklarini mendan yashirganing, meni ayaganingni ham bilaman. Alloh sabringni mukofoti tarzida senga chiroyli baxt bersin. Doim hozirgidek sabrli va matonatli qiz bo'lgin bolam. Abdulatif aka va oilalari umuman mening tasavvurimdek emas ekan. Boshida juda ikkilangan bo'lsam, endi to'g'ri qaror qilganimga ishonchim komil. Oilada samimiy munosabatlar, bir-biriga bo'lgan hurmat va eng asosiysi namozga bo'lgan e'tibor juda kuchli edi. Ovsinim menga uy yumushlarida yordamlashar, meni o'z singillaridek ko'rardilar. 2 nafar shirintoy bolalari ham kelinoyjon deb atrofimda parvona. To'yimizdan 3 oy o'tgandan keyin bo'yimda bo'ldi. Bir kuni uyimizga akam va xotini mehmon bo'lib keldi. Umuman kutmagandim. Kelinoyim to'yimga ham bormagandilar sababi. Munisa, katta kelin bo'lib yuribsizmi? Uyga ham bormaysiz, odamni sog'intirib. Bu yer sizga juda yoqib qoldimi deyman? Indamay kulib qo'ydim. Kelinoyimning bu darajada o'zgarishlari, o'zlarini bunday tutishlari meni hayratda qoldirdi. Hayotimning mazmuni, kunlarimning ma'nosi farzandim dunyoga keldi. O'g'lim, avlodimiz davomchisi, qalbimning quvonchi o'g'lim yashashim uchun mazmun bo'lib keldi. Ismini Abdurahim qo'ydik. Abdurahim barchaning erkatoyiga aylandi. Onajonim va otajonim bir daqiqa ham o'g'limsiz tura olmaydilar. Opajon va bolalari ham uni juda yaxshi ko'radi. Bugun tog'amnikiga mehmon bo'lib boryapmiz. Eshikdan kirishimiz bilan dahshatli manzaraga duch keldik. Tog'amning xotinlari va akamning xotinlari juda xunuk so'zlar bilan bir-birlarini haqorat qilishar. Ikkisi ham bir-birining sochidan changallab olgandi. Oyijon va dadajonning oldilarida juda ham uyaldim.
Akamning xotini, akam Sabina opam tufayli qarzga botgani va haligacha qarzlardan qutula olmagani uchun uyning yarmini sotib berishlarini talab qilibdi. 2 xonali uy olib alohida chiqib ketamiz debdi. Kelinoyim akam va opam uchun mas'ul ekani, singlisi uchun qarzlarni to'lashga majbur ekanligini aytibdi va o'rtada kelishmovchilik sodir bo'lib, hozirgi noxush holat yuzaga kelibdi. Birozdan so'ng tog'am keldilar. Kelinoyim o'zi bilan bo'lib bizni payqamadi ham. Tog'am esa jahl bilan baqirdilar. Ikkisi ikki yonga ketdi. Tog'am ming xijolatda bizni uyga taklif qildilar. Oila a'zolarim oldida juda izzo bo'ldilar bechora tog'am. Aybga buyurmaysizlar. Oldingizda juda xijolatdaman. Hech qisi yo'q. Xijolat bo'lmang quda. Biz ham sizlarni bir yo'qlab ketaylik degandik. Eshik ochilib kelinoyim, ya'ni tog'amning xotinlari qo'llarida patnis bilan kirib keldilar. Aybga buyurmaysizlar. Ozroq anglashilmovchilik bo'lib qoldi. Tushunamiz, xijolat bo'lmang, dedilar oyijon. Tog'amnikida ozroq o'tirib uyga qaytdik. Uyga kelib ham o'zimga kela olmadim. Tog'amga juda rahmim keldi. Abdurahim juda sho'x bo'lgan. Kun sayin sho'xliklari ortib boryapti. O'z tilida bir nimalar deb tinmay gapiradi. Yaqinda 1 yoshga to'ladi Shirintoyim. Abdulatif aka Abdurahimning tug'ilgan kuni uchun bozordan 2 ta qo'chqor olib keldilar. Birini yetimxonaga, birini qariyalar uyiga olib bordilar. Yana bir qancha yeguliklar va kiyimlar olib bordik. Uyimizda ham katta bazm bo'ldi. Barcha qarindoshlar yig'ilishdi. Sabrina opam erining oldiga qaytib boribdi. Hozir yana bo'yida bo'libdi. Akam va xotini bolasini qaynonasiga tashlab, chet elga ishlagani ketibdi. Ketish oldi hovlini 2ga bo'lib, o'ziga tegishli qismini sotib ketibdi. Tog'amning xotini tug'ilgan kun bazmi tugaganidan so'ng meni imlab oldiga chaqirdi. Uyning hech kim yo'q qismiga o'tdik. Munisa qizim, bilaman bu gaplarni senga oldinroq aytishim kerak edi. Men senga juda ko'p nohaqliklar qildim. Zug'um o'tkazdim. Oying seni menga omonat qilib tashlab ketganda, lekin men omonatga xiyonat qildim. Kechira olsang, meni kechir bolam. Necha yillik azoblar, kamsitilish, tahqirlanishlarim ko'z oldimdan o'tdi. Hozirgi kunimni o'ylab, Allohga cheksiz hamd aytdim. Kelinoyim meni qattiq quchib oldilar. Men sizni kechirdim. Alloh ham kechirsin, dedim zo'rg'a. Bir necha oydan so'ng kelinoyim omonatlarini topshirdilar. O'shanda xastaliklarini bilgan va mendan rozi-rizolik olganlarini bilmagandim. Sabina opam kelinoyimning o'limlarini ko'tara olmadilar. Kuchli stressdan farzandlari nobud bo'ldi. Bechora tog'amning esa quruq gavdalari qolgandi xolos. Alloh taolo yetimlarning haq-huquqlarini himoya qilgan va ularga zulm qilganlarni qattiq ogohlantirgan. Yetimning ko'nglini og'ritish, ularning molini o'g'irlash yoki ularga zulm qilish katta gunohlardan sanaladi. Tamom.